Katta televizorlarda ko'ramiz, xudo xolasa. Chunki O'zbekiston o'ynaydi-da. To'g'rimi? O'zbekiston bayrog'i ostidagi libboy narsaga balashiymiz. Chunki O'zbekiston bayrog'i ostida jinoyat bo'lmaydi. Chunki bu bayroq bizniki eskitdan o'sha islomda ham, boshqasida ham bayroq og'anamasin degan bilasizlar-a? Bayroq yiqilmasin. Istar eski kinolarni ko'p ko'raman. Orqasi to'la nayza, o'lgan odam bayroqni ushlab, tizzalab, shunda tikka ushlab turgan, ba'da jang qilayotganlar ko'rib bayrog'imiz yiqilmabdi deb jangda yutadi. O'shanda kelisali odam o'lgan odam bo'ladi. Shuni o'sha qatib qo'ygan bo'ladi. Degani O'zbekiston bayrog'imiz ostida nima bo'lsa biz balashiymiz, xudo xolasa. Zarrodino degan gap bor ruschasiga, vatan uchun. Faqat oldiga inshaalloh. O'zi bu bolalar tarixda miqlab qo'ydi. Chempionatga chiqishi o'zi bitta tarix. Endi ag'iga omad bersin deymiz, ilohim. Omadlarni bersin. Yuzlari yorug' bo'lsin. Chunki bu jahon chempionati kichkina maydon emas ekanlar. U katta narsa. Birinchi chiqishimiz, ilohim natijalar chiroyli bo'lsin. O'zbekistonimizdan ketgan futbolchi yigitlarimizga Alloh taolo omad bersin, kuch-quvvat bersin, chiroyli o'sha yerdagi holatlar nasib qilsin, yuzlari yorug' bo'lsin, o'sha joylardan xursand bo'lib kelishlarini Alloh o'zi nasib qilsin ya arhamar rohimin.